Turing, assalomu alaykum. Bizlarda Nihochkina limfoma bu onkologiya degani. Xo'sh, natijamiz bilan opashka aytingchi, qisqa malonda. Qachon keluvdingiz? Kelganimiz aprel 3-aprelda kelganmiz. 3-aprel. Xo'sh, qanday edi? Bu mana o'g'lingiz haqida to'g'rimi? Nihochkina. Ha? Aha, no, gapirib beringchi. Mana shu bolamga nima ximioterapiya yozildi. Ximioterapiyani olmasdan to'g'ri bu yoqqa keldik. Aha. Bu yerdan dorilarni olib ichgandan keyin bo'ynida toshayotgan o'sha ishib kelayotgan nimalar Qayerda edi hozir? Bo'ynida hozir qayerlarida bor edi? Mana shetlarida mana bor edi. Aha. Xudoga shukr, yaxshi. Limfoma Nihochkina. Hammasini boshqa joylarini ham tekshirib turibmiz. Har hafta tekshirib, Qaytyapti. dorilarni vaqtida ichyapti. Tekshirib turibman, boshqa tanasida hech qayerda yo'q. Avvalambor Xudo bizlar bir sababchimiz, to'g'rimi Dilfuza opa? Biz bir sababchimiz, baraka topkurlar. Necha oy bo'ldi ishlayotganingizga? 2 oy. 2 oyga. Хорошо. Xudo xohlasa 6 oy, 1 yilgacha ichasiz. Kelishdikmi? To badanni umuman Xursandmisiz? jonlarisim. Yig'lab Ey, onkologiya, limfoma Nihochkina.